Assalomu alaykum, hammalarga juma yomila muborak bo'lsin. Hozir juda ham ko'p Telegram, Instagram, YouTube, TikToklarda juda ham ko'p hozir muhokamalarga sababchi bo'layotgan retinal haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu retinal krem zada hozir наличиеda bor, Labiora brendiniki. Bu yerda 0,05% retinal solingan, именно retinol emas, retinal. Va plus NMN 0,1%. Bu NMN bu nikotinamid mononukleotid degan qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni organizmda nat moddasini hosil bo'lishiga yordam beradigan birikma hisoblanadi. Ya'ni antioksidant, qarishga qarshi vosita desa ham bo'ladi. Bu ikkalasi juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi terimizga, yoshartirishga va qarish belgilarini oldini olishga juda ham yaxshi yordam beradigan ajoyib kremlarimizdan bittasi. Bu retinal kremni ko'rinishi mana shunaqa tarzda bo'ladi. Sariq rangda bo'ladi. Bu yerda hozir kamera unchalik ham olib bera olmadi, lekin o'zi tabiiy ko'rganingizda sariq rangda bo'ladi. Xo'p, bu kremni hozirgi kunda, issiq kunda har kuni kechqurunga ishlatishni tavsiya qilaman qizlarjonlar. Ertasi kuni ertalab обязательно SPF surishingiz shart. Qizlarjonlar, bu kremimizni ko'proq 35 yoshdan oshgan ayollarimizga va o'sha yuzida ajin, pigmentatsiya, aknedan qolgan izlari qolib ketgan, yuzlarida osilish bo'layotgan qizlarimizga, ayollarimizga juda ham mos tushadi. Yana eslatib o'taman, homilador va emizikli bo'lsanglar, bu krem sizlarga mumkin emas qizlar. Qachonki farzandinglarni ko'krakdan emizishdan chiqarganinglardan keyin bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, juda ham foydali krem. Terinidagi pigmentatsiyalarni ham yaxshi oqartiradi. Terini baryerini buzmaydi. Bir xil retinal kremlarga o'xshab, krem surganingizda, retinal surganingizda terini quritib yoki baryerini buzib achishtirib qo'yadi. Bir xil retinal kremlar bunda unaqa xususiyat yo'q. Chunki tarkibida nat bor. Ya'ni antioksidant, teri baryerini quvvatlovchi qo'shimchalari bor. Terini juda ham mayin, yumshoq qiladi. Yopishqoq emas, mana tez shimilib ketadi. Teriga yuzingizga surganingizda ham tez shimilib ketadi, asabiylarga tegmaydi. Uyquga yotishdan 1 soat oldin tozalangan yuzga, yuvilgan, tozalangan quruq yuzga surtiladi. Ertasi kuni ertalab esa kunduzgi uxudinglarni qilib, orqasidan SPF surib, keyin ko'chaga chiqasizlar qizlar. Hozirda наличиеда bor, bemalol direktga murojaat qilib zakaz qilsanglar bo'ladi.